Haydovchi yo'lakay yo'nalishda kimga transport vositasini taqdim etishi shart? Demak, tibbiyot xodimlariga zudlik bilan tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan fuqarolarni davolash profilaktika muassasasiga olib borish uchun taqdim etishi shart. Demak, to'g'ri javob F2. Qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etilgan? Demak, rasmga e'tibor bersak, buyuruvchi belgi to'g'ri harakatlanishni buyurib turibdi. Demak, qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etilgan desa, A bilan B yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladi. To'g'ri javob F3. Qaysi belgi qarama-qarshi harakatlanishning ustunligini bildiradi? Demak, belgilarga e'tibor bersak, ikkinchi belgi, ya'ni ro'paradan kelayotgan transport vositalarini ustunligini bildiradi. Ya'ni biz ro'paradan kelayotgan transport vositasiga yo'l berishimizni bildiradi. Demak, to'g'ri javob F2. Qaysi belgi qoidalarning aholi punktlarida harakatlanish tartibini belgilaydigan talablarni bekor qilishini ko'rsatadi? Demak, 4-belgi, ya'ni qarshi belgisi. Ya'ni qaysi belgi qoidalarning aholi punktlarida harakatlanish tartibini belgilaydigan talablarni bekor qilishini ko'rsatadi desa, 4-belgi, ya'ni to'g'ri javob F4. O'ngga burilganda shu belgi bilan belgilangan tasmaga o'tishga ruxsat etiladimi? Agar tasma qolgan harakat qismidan yotiq uzluksiz chiziq bilan ajratilmagan bo'lsa, ruxsat etiladi. Demak, bunday belgi ko'rsatilgan, ya'ni savolda avtotest uchrasa, kalit so'z agardan boshlanadi. Ya'ni agar tasma qolgan harakat qismidan yotiq uzluksiz chiziq bilan ajratilmagan bo'lsa, ruxsat etiladi. Demak, to'g'ri javob F3. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. Demak, rasmga e'tibor bersak, tartibga solingan chorraha, bu yerda tramvay va avtobusni oldida svetoforning qizil chirog'i yonib turibdi. Yengil avtomobilning oldida svetoforning yashil chirog'i yonib turibdi. Demak, savolga qaytadigan bo'lsak, transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar bo'lsa, yengil avtomobil, tramvay va avtobus haydovchilari o'tadilar. Demak, to'g'ri javob F3. Avtomobilning qaysi g'ildiraklari sirpanib tormozlashga ko'proq moyil hisoblanadi? Demak, avtomobilning orqa g'ildiraklari ko'proq sirpanib tormozlashga moyil bo'ladi. Demak, to'g'ri javob F1. Qaysi transport vositalarini qatnov qismining chetida ikki qator qo'yish mumkin? Qatnov qismining chetiga ikki qator qo'yish mumkin. Demak, qajavasiz mototsikllar va mopedlar va velosipedlarni ikki qator qilib qo'ysak bo'ladi. Demak, to'g'ri javob F1. Qo'l jarohatlanganda kiyim qanday tartibda kiydiriladi? Demak, kiyim avval jarohatlangan qo'lga, so'ngra sog'iga kiydiriladi. Demak, to'g'ri javob F1. Yuk transport vositasiga shunday joylashtirilishi kerakki, u shovqin hosil qilmasligi, chang ko'tarmasligi va atrof muhitni ifloslantirmasligi kerak. To'g'ri javob F2. Mazkur yo'l belgisi nimani bildiradi? Yo'lning piyodalar o'tish joyi bo'lgan qismini bildiradi. To'g'ri javob F2. Qaysi transport vositalariga to'xtab turishga ruxsat etilgan? Demak, rasmga e'tibor bersak, to'xtab turish taqiqlangan belgisi o'ng tagida qo'shimcha axborot belgisi bilan, ya'ni yuk avtomobili ko'rsatilgan. Aslida biz o'ylashimiz mumkin, bu yerda shu yuk avtomobili to'xtashi mumkin, yengil avtomobil va mototsikllar to'xtash taqiqlanadi deb o'ylasak bo'ladi. Lekin bu yerda bu savolda bu chalg'ituvchi tarzida qo'yilgan. Demak, bu yerda
Qaysi transport vositalariga to'xtab turishga ruxsat etilgan desa, bu yerda yengil avtomobil va mototsiklga desak to'g'ri bo'ladi. Demak, to'g'ri javob F4. Ushbu yo'l belgisi nima haqda ogohlantiradi? Ya'ni rasmga e'tibor bersak, bu belgi shlagbaum bilan jihozlanmagan bir izli temir yo'l kesishmasi borligidan ogohlantiradi. Demak, to'g'ri javob F2. Yashil avtomobil chorrahadan nechanchi bo'lib o'tadi? Demak, rasmga e'tibor bersak, ya'ni asosiy yo'lda turibdi hamda svetoforning yashil chirog'i yonib turibdi ikkala avtomobilga. Demak, bu yerda yashil avtomobil chapga burilmoqchi bo'lganligi hisobiga ko'k avtomobil birinchi ko'k avtomobil o'tadi, ikkinchi yashil avtomobil o'tadi. Demak, savolga qaytadigan bo'lsak, yashil avtomobil chorrahadan nechanchi bo'lib o'tadi desa, ikkinchi bo'lib deb F1 ni belgilasak bo'ladi. To'g'ri javob F1. Qaysi transport vositasiga harakatlanishga ruxsat etiladi? Ya'ni harakatlanishga ruxsat etiladi. Demak, tartibga solgan bu ishorasida yengil avtomobilga to'g'riga harakatlanishga ruxsat etiladi. To'g'riga ham, o'ngga ham. Demak, yuk avtomobilga ham agar burilmasa, to'g'riga va o'ngga harakatlanib biladi. Lekin bu yerda faqat yengil avtomobilga harakatlanishga ruxsat etiladi. Mototsikl va avtobusga harakatlanish taqiqlanadi. Demak, to'g'ri javob F4. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Demak, rasmga e'tibor bersak, tartibga solingan chorraha, bu yerda svetofor, yengil avtomobilga qizil chiroq yonib turibdi svetoforni, mototsiklga svetoforning yashil chirog'i yonib turibdi. Demak, bu yerda savolga qaytadigan bo'lsak, qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak desa, avtomobil haydovchisi deb belgilasak bo'ladi. To'g'ri javob F2. Harakat ikki tomonlama bo'lgan 3 tasmali yo'lda siz o'ngga burishingiz zarur. Ushbu harakatni qaysi tasmadan amalga oshirasiz? Ya'ni ikki tomonlama bo'lgan 3 tasmali yo'lda siz o'ngga burishingiz. Ya'ni o'ng tasmadan. To'g'ri javob F1. Qaysi joylarda transport vositalariga qatnov qismining chetiga burchak ostida to'xtab turishga ruxsat etiladi? Ya'ni qaysi joylarda transport vositalariga qatnov qismining chetiga burchak ostida to'xtab turishga ruxsat etiladi? Demak, yo'lning qatnov qismi kengaygan joylarda boshqa yo'l harakati qatnashchilariga xalaqit bermaslik sharti bilan. Demak, to'g'ri javob F4. Suyak singanda qotirib bog'lash uchun nimadan shina sifatida foydalanish eng qulay hisoblanadi? Demak, variantlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bin, gazmol, yo'q, bular xato. Shina sifatida taxta bo'lagidan foydalansak bo'ladi. Ya'ni qotirib suyak singanda qotirib bog'lash uchun taxta bo'lagidan foydalansak bo'ladi. To'g'ri javob F3. Kunning qorong'u vaqtida sun'iy yoritilmagan yo'llarda yoki yetarlicha ko'rinmaslik sharoitida yonmaydigan orqa gabarit chiroqlari bilan to'xtab turish yoki ta'minlash joyiga borishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Demak, to'g'ri javob F2. Demak, hozircha shular. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga uzoqlashmang. Siz uchun kerakli ma'lumotlar hali oldinda. Xayr, sog' salomat bo'ling.